Assalomu alaykum. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor salomatmisizlar? Uzoq kutilgan mana o'zimizniklar podkast 7-chi soni boshlash arafasidamiz. Oxirgi podkastimizdan deyarli adashmasam 1,5 yil o'tdi. O'zimizniklar loyihasi to'xtab qolganiga ham endi sekin boshlab yana davom ettirish niyatida ishlar olib bormoqdamiz inshaalloh. Bugungi spikerimiz o'zimizniklarning 27-chi sonida chiqqan Hojiakbar aka Karimov Koreyada astronomiya yo'nalishida faoliyat olib boryapti. Kyongi universitetini aynan o'sha Astronomy and Space Science yo'nalishida bakalavr hamda magistraturani bitirib, hozirda F2 viza bilan Astrocamp bolalar observatoriyasida astronomiya o'qituvchisi bo'lib ishlayaptilar. Hojiakbar aka, xush kelibsiz podkastimizga. Birinchi o'zingizdan ozgina backgroundni bir tanishtirib bersangiz, O'zbekistonda qayerdansiz, maktab, litseylar, kollejlar qanday bo'lgan, nimaga Koreyani tanlagansiz va nimaga aynan astronomiyani tanlaganingiz haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor rahmat takliflaring uchun. Men shu endi astronomiya yo'nalishida o'qiganman. O'zim O'zbekistonda Farg'ona viloyatidan, Quvasoy shahridan bo'laman. Maktab shu Farg'ona shahrida o'qiganmiz. Kollejda hozirgi soham bilan o'ta teskari huquq sohasida o'qiganman. Huquqshunoslik kollejida o'qiganman. Kollejni o'qish davomida koreys tilini o'rganishni boshlaganman. Kollej bitirgandan keyin matematika, fizikaga qiziqish yoshlikdan bor edi. Matematika, fizikadan o'zimizda repetitorlarga borib, shu bilan biroz texnika sohasiga qiziqqanman, kompyuter sohasiga qiziqqanman. Koreys tilini o'rganishni boshlaganman, ingliz tili davomiy o'rganilgan. Va shu davr mobaynida shu koreys tili o'qituvchilarimiz, shu paytda koreys volontyorlar, koyka volontyorlaridan Koreyada shu astronomiya sohasida qiziqishimni bilishardi. Shu astronomiyada o'qisa bo'ladi degan gaplarni eshitgandan keyin demak Koreyaga borishdan maqsad paydo bo'ldi deb Koreyaga astronomiya sohasida kelishga harakat qilganman. O'zimda yoshlikdan bitta odat bor, hamma qilgan ishni qilishni xohlamayman. Hamma endi ba'zida istisnolar bo'lib turadi-yu, lekin asosan boshqalar qilayotgan ishni iloji boricha qilmaslikka harakat qilaman. Koreyaga o'sha paytda ko'p qandaydir Koreyaga kelish odamlarda kuchayib ketgandi va o'shanda ko'proq iqtisod yo'nalishi, biznes yo'nalishi, mehmonxona menejment yo'nalishida ko'p odam o'qishga kelardi. Qarasam, hamma bir xil. Boshqacha yo'nalishni tanlaylik, boshqacha bo'laylikchi. Qiynalamiz, lekin iloji yo'q. Boshqacha bo'lishni xohlaymiz deb. Shu tanlaganimiz astronomiya yo'nalishida kelganman. Astronomiya sohasida o'qiganman. Endi bu o'qiyotgan paytimda ham endi ota-onamga ham katta rahmat deyman. Ular hech qanaqa qarshilik qilishmagan. Tanlagan soham bo'yicha ham. Chunki tanlagan soham nisbatan qiziq tuyuladi hammaga. Astronomiya qiziq soha, zo'r sohada o'qiyapsiz ekan yoki zo'r sohada ishlayapsiz ekan, zo'r yo'nalishda ekansiz deyishadi. Lekin ko'pchilik tanlay olmasligining asosiy sababi keyinchalik bu soha bilan ishlash, pul topish, hayot o'tkazish hozirgi O'zbekiston sharoiti uchun, hozirgi dunyo sharoiti uchun ham biroz riskli soha. Shu tomonlariga ko'z yumib, shu tomonlarini inobatga olmasdan rozilik berishgan. Rozilik ham o'zing yoqtirgan ishingni qil, o'zing xursand bo'lsang bo'ldi shu sohadan. Deyishgan, shu davomiy ketganmiz, o'qishga bakalavrga kelganmiz. Kyongi universitetida Suwon kampusida 4 yil bakalavrda o'qidik. Undan keyin shu universitet o'zida magistraturani o'qib, astrofizika sohasida quyosh faolliklari haqida dissertatsiya yozganmiz, paper chiqarganmiz, publish qilganmiz.
va undan keyin yo'nalish biroz ta'lim sohasiga o'zgarib ketib qolib, shu paytda talab paydo bo'lgan. Shu Astracamp bu Koreyada xususiy ta'lim beradigan tizi olib qarasa ta'lim nimasi tashkiloti xususiy va ular asosan yoshlarga ta'lim beradi. Koreyada Cho'donakyo desa, bizda shu boshlang'ich maktab o'quvchilariga astronomiya va ilm-fan sohasidan dars beriladi bu joyda. Shulardan taklif tushgan, chet ellik bir sinab ko'raylik, chet ellikda shu yergacha o'qigan ekan, bir ko'raylik bu qanday bo'lar ekan deb taklif tushgan. Shu taklifni qabul qilib, astronomiya sohasida, science sohasida, ilm-fan sohasida dars o'tishni boshlaganman. Boshda o'zimga ham biroz erish tuyulgan, bolalarga dars o'tamanman. Bo'ladi-ya, maktabda dars o'taman. Shunaqa erish tuyulgan, lekin maqsad, o'sha tashkilot maqsadi juda ta'sirlantirgan meni. Ularda shu bu tashkilot asoschisi biz boshlig'imiz, men taklif qilgan odam. Maqsadi shunday bo'lganki, butun Koreya yoshlariga Saturnni halqasini ko'rsatmagungacha bolalarga dars o'tishni davom ettiraman. Shu oddiygina bir gap bilan tashkil topgan bu shu o'quv markazi desak bo'ladi. O'quv markazi hozirgacha 23 yildan beri kengayishda davom etyapti. Kengayib, hozirgi kunda 26 ta o'zini filiali bor Koreyada. Va shu maqsadda eshitib men ham hayron qolganman. Nimaga bizda shunaqa maqsad qo'ymasligimiz kerak O'zbekiston uchun? Keyin biroz o'rganaylikchi bu sohani qanday foydalari bor ekan. O'zbekistonga qanday tatbiq qilsak bo'lar ekan deb mana xudo xolasa 2 yildan oshdi ishlab kelyapmiz. Qisqacha shu. Tushunarli, masallah. Sal boshiga qaytsak yana Hoji Akbar aka, ya'ni aynan astronomiyaga qiziqish paydo qayerdan bo'lgan, kim sababchi bo'lgan yoki nimadir vaziyatmi? Nimaga buni so'rayapman? Chunki masalan 60-70-yillar mana mustaqillikkacha bo'lgan paytda ham, boyagi sovuq urush paytlarida ham astronavtlarga juda katta e'tibor, juda oyga odam qo'ndirish, o'shalar bilan astronomiya O'zbekistonda ham bo'lgan. Undan keyin ozgina qarashim bo'yicha sal kamaydi e'tibor, lekin hozir yanada rivojlanib, ayniqsa SpaceX chiqqandan keyin, Elon Muskning gaplaridan keyin yana astronomiyani yana rivojlanishni boshladi. Hozir nima desak bo'ladiki, yoshlarimizni, boyagi jiyanlarimiz, ukalarimizni qanday turtki bersak bo'ladi va sizni keysingizda qanday bo'lgan? Shuni bir bilsak. Mani keysimda juda complicated bo'ladi, chigal. O'zim yoshligimdan tarixga, geografiyaga ko'p qiziqishim bor, chunki ayamlar o'zi geografiya o'qituvchilari bo'lgan, tarix o'qituvchi, tarixdan dars berishgan, geografiyadan dars berishgan. Yoshlikdan shu ularda kitoblarni o'qib yurardim. Opamlar bo'lardi. O'sha paytda uyimizda dunyo yaralishi haqidagi kitob bo'lardi, yer qandaydir tumaloq shaklda, halqa shaklida, uni tagida fil bor, fil yerni ko'tarib turadi, fil toshbaqaning ustida turadi. Shunaqa farazlar, yerda haqidagi farazlar bo'lardi. Shunaqa kitoblarni opamga ko'tarib borib o'qib bering deb opamdan o'qittirib so'rardim-da. Endi balki shu yerdan boshlangandir. Sal keyinroq, endi biz O'zbekistonda qishloq uylarida hovlida uxlasak, albatta sovrin ustida, osmon ostida uxlaymiz. Yulduzlar ko'ramiz. Bu ham katta ta'sir qilgan. Shu yulduzlar nima ekan? Nimaga bu yulduzlar har kuni bir xil ko'rinar ekan? Men o'sha paytda yulduzlar har doim bir xil deb o'ylardim, lekin bilib qarasam bir xil emas ekan. Kunda ko'radigan yulduzlarimiz har xil bo'lar ekan. O'sha paytda men yulduzlarni bilmasdim. Nima o'zi yulduzlar nomigacha, ular qanaqa, o'zi quyosh nima, sayyoralar nima. Lekin qiziqish bo'ladi shunaqa narsalarga. Keyin qarasam, men tarix sohasida diplomatsiyaga o'qishga ketmoqchi bo'lganman. Qarasam, meni tabiatimga to'g'ri kelmayapti. Bir joyda o'tirib, bir joyda ish qilish yoki odamlar bilan ko'p muloqot qilish
nisbatan odamlardan kamroq muhitni yaxshi ko'raman. Ba'zida odamlar bilan ko'proq bo'lishni yaxshi ko'raman, lekin kamroq bo'lishni yanada yaxshiroq ko'raman. Shuning uchun qarasam, menga to'g'ri kelyapti huquqshunoslik manda sabab bo'lgan. Boya aytganimdek, bizda mani kesimda orqamda pul topishing kerak yoki san tezroq mana boy bo'lishing kerak, puling kerak degan bosim bo'lmagan. Hozirgacha shunday bosim bo'ladi. Hatto o'qiyotgan paytimda ham sani pul topishing emas, hozir o'qish payting. Dadam ham shunaqa, ayam ham shunaqa. Sani pul topishing lekin bo'ladi. Do'stlarimizdan yoshligimda zo'rlardan anaqa biladigan o'shalarda ilm olishlar. Lekin tomoni bunga ko'pgina sabablar bor. 60-70-yillarda astronomika sohasiga ko'proq investitsiya qilingan va undan keyin 90-yillardan boshlab turg'unlik davri boshlangan. Endi mustaqillik paytimiz boshlarida o'zi sharoit uncha yaxshi bo'lmagan. Mana o'zi yaqin 20-yilgacha ham sharoitimiz uncha yaxshi bo'lmagan. Endi ko'proq ilmga da'vat qilish boshlandi, ilm ko'proq o'rganish boshlandi. Menimcha shu bo'lish joyga intilishga beradi. Plus nimaga o'rganish kerak bu yo'nalishda? Qanaqa foydali taraflari bor hozirgi ayni damda? Foydali tomonlari bizda doim aytib keladigan gapimiz bor. Yulduzlarni qancha ko'p ko'rsa, o'sha odamni dunyoqarashi kengayadi. Ya'ni biz bitta yerning ichida yashamayapmiz. Biz o'zi yerlik emasmiz. Biz koinot odamlarimizda. Biz aslida biz ham o'zga sayyoraliklarmizda. Butun borliq yaratilgan va shu borliqda biz borligimiz, demak butun borliqda tasavvur qilishga, tasarruf qilishga hatto ozgina bo'lsa ham huquqimiz bor deganida. Endi biz bolalarga yoki jiyanlarimizga, ukalarimizga bu sohaga qiziqtirishni qayerdan boshlaymiz? Ko'proq kitob o'qitirishimiz kerak.
shunchaki kitob emas yoki shunchaki tavsiyalar qilish emas. Biz men endi hozir yoshlar bilan ishlayotganimni hisobga oladigan bo'lsak, men koreys yoshlari bilan gaplashganimizda ko'pchiligi Yunon, Rim mifologiyalarini yaxshi ko'rishadi va o'qishadi. Men kutubxonalarga borsam ham doim Yunon, Rim mifologiyasiga oid kitoblarni ko'raman birinchi. Qiziqib o'qiyman ham, bilaman, lekin o'qiyman. Qandaydir bilgan hikoyamni, o'qigan hikoyamni ham yana qaytadan o'qisam, shunaqa bo'lgan ekan-da deb zavq olaman-da. Bolalarni ko'rsak ham o'sha narsalarni yaxshi ko'rishadi. Endi biz bolalarga dars o'tayotganimizda biz shunchaki o'qituvchi emas, shunchaki manaqa bor emas. Biz bularga storytelling orqali o'sha mifologiyalarni qandaydir o'sha mifologiya davriga tushirib ko'rsatib beramiz. Bu mifologiya sohasida ko'pchilik tanishlarimga aytsam, nima keragi bor? Undan ko'ra balki dindan o'rgansin yoki boshqa narsani o'rgansin, nima kerak bu miflarni? Bu mag'rur ertaklar unaqa deydi. Yo'q, bu ertaklar gap bor, ertaklar yoshlik yetaklar. Mifologiyani juda yaxshi tomonlari astronomiya yoki olamlar haqida fikrlashni shakllantiradi odamda. Biz bu narsa bilan qadimgi tariximizni o'rganamiz. Ya'ni faqat bizning tariximiz emas, faqat o'zbekni tarixi emas, butun yerliklarda tarixini o'rganamiz. Tarixda odamlar, birinchi odamlar nima haqida o'ylashgan, nima haqida yashashgan, nimani o'ylab, fikrlab, nima uchun yashashgan. Bularda o'sha ertaklar, o'sha miflar orqali biz ko'proq ma'lumot olishimiz mumkin. Va bu ukalarimizga yoki jiyanlarimizga men endi bizda hali bunga oid bir darsliklar yoki kitoblar kam chiqariladi yoki video roliklar kam chiqariladi. Ularni qiziqtirib ketish boshida qiyin bo'lishi mumkin, lekin urinib ko'rish kerak. Men yoshligimdagi multfilmni juda yaxshi ko'raman. Gerkules haqidagi multfilm bo'lardi. Juda sevib tomosha qilardim. Zeus haqida gap ketadi. Gerkules, olamda xudolar, Hades bor. Hades o'sha yer xudosi, titanlar bor. Bularni ko'rib hayratga tushardim-da. Ya'ni qanaqasiga bunaqa narsalar bo'lishi mumkin? Lekin hozir ham o'shani agar qo'ysa, o'sha videolari bo'lsa, maroq bilan ko'rgan bo'lardim-da. Ya'ni bu ham yoshlikda odamlarning intilishiga sabab bo'ladi. Menimcha ko'proq shu yoshlarga shunchaki mana shu sohani qiziqib ko'r, unaqa emas. Shu sohada nima bor ekan, nima uchun o'zini o'rganishimiz kerak, nima uchun bularga bizga sabablarni ko'rsatishimiz kerak ularga. Shularga menimcha kirish devotchasi sifatida mana shu mifologiyalar yordam beradi deb o'ylayman. Bizda O'zbekistonda yoki Turkiylarda o'zining miflari bor, lekin men hech topishning iloji bo'lmaydi. O'zbek tilida o'zbek yoki turkiylarni mifologiyalaridagi qahramonlar yoki hikoyalarni topish qiyin bo'ladi. Men umid qilardim, o'sha Yunon, Rim mifologiyasi qanday olamga shu butun dunyoda tarqalgan bo'lsa, o'zbek mifologiyasi ham, turkiy mifologiya ham shunday tarqalishini xohlardim va bu narsa yoshlarni astronomiya sohasiga qiziqishiga biroz bo'lsa ham turtki bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Endi o'sha yoshlar, maktab yoshdagilarga aniqlik kiritdik. Endi maktabni bitirib, boya aytgandek, kollej yo'nalishdagilarga o'sha boyagi aqlan nimaga yulduzlarni o'rganishimiz kerak deb, ularni qanday qiziqtirsak bo'ladi va o'sha yulduzlarni o'zi nega o'rganishimiz kerak degan savolga qanday javob bersak bo'ladi? Biz yulduzlar, men ko'p aytaman, yulduzlarni o'rganish bizga shunchaki bugungi zavqini bermaydi. Yulduzlarni o'rganish, yulduz o'zi olib qarasa, yulduzni ko'rishimiz bizga o'tmishni o'rgatadi,
kelajakni o'rgatadi va bugunni o'rgatadi-da. Yulduzlarda biz hech qachon hozirgi holatini ko'rmaymiz. Yulduzlarda eng yaqin yulduzi o'sha Proxima Centauri bo'ladigan bo'lsa, 4.2 yorug'lik yili uzoqlikda va uni adashmasam teleskop orqali ham ko'rish juda qiyin. Va bizga eng yaqin osmondagi eng yorqin yulduz bu Sirius bo'ladigan bo'lsa, bu Sirius ham 8.6 yorug'lik yil uzoqlikda. 8 yil oldingi chiqib kelgan yulduzni biz ko'ramiz. Quyoshni o'zini oladigan bo'lsak ham, Quyosh bu bizdan 150 million yil uzoqlikda bo'lsa, uzr, kilometr uzoqlikda bo'lsa, Quyoshdan keladigan yulduz yorug'lik ham bizga 8 minut 20 sekundda yetib keladi-da. Ya'ni biz ko'radigan narsalarimiz aslida o'tmish. Va bu yulduzlarni ko'rishimiz bizga o'tmishda insoniyat qanday yaralganligi, biz yashab turgan yer, bu olam qanday yaralganligini o'rganishga sabab bo'ladi. Endi yoshlarga bularni o'rgatishimiz, misol men hozir ham misol Saturnni teleskopda ko'rsam hayratga tushaman. Nahotki men kitoblarda yoki telefonlarda ko'rgan Saturnni ko'rinishini men ko'zim bilan real holatda ko'rib turibman degan tasavvur menga juda nima qiladi. Endigi misol yoshlarga aytishimiz bu davlat yoki hukumatning siyosatiga juda yaqinroq bo'ladida. Yoshlarni bu sohaga qiziqtirishda asosiy sababi nima deydi? Bu tarixiy zarurat deb bilaman. Ayni hozirgi kunda. Men bu haqida ham juda gapirishni xohlardim. Biz nima uchun astronomiyani yoki yulduzlarda yoki boshqa sayyoralarda o'rganishimiz kerak? Ba'zan yaqin 2-3 yil oldin O'zbek kosmos tashkiloti sun'iy yo'ldosh uchirish orqali yerdagi yerdagi kadastr muammolarini hal qilishga mana shuncha mablag' sarflayapti degan postga kommentariy yozishgan. Va shu kommentariyani o'qib men juda hayron qolardim-da. O'zbekistondagi hali yo'llarimizni to'g'rilab olmadik, gaz, svet muammolarimiz bor. Nima uchun kerak bizga sun'iy yo'ldosh, nima uchun bizga unaqa kerak deyshadi-da. Yo'q, bizga kerak. Bizga yerdagi muammolarimizni ham hal qilishimiz kerak. Biz osmondagi egallashimiz kelgan o'rnimiz ham muhim deb o'ylayman. Chunki tarix ko'rsatib kelyaptiki, biz ilm fandan orqaga chekindik, biz qullikka ro'baro bo'ldikda. Shu narsalardan qochishimiz kerak. Shuning uchun ham biz ko'proq kosmosni o'rganishimiz, astronomiyani o'rganishimiz kerak. Men bunga bitta misol keltiraman. Kolumb 1490-yillarda, 1500-yillar ham deylik, Amerika olamini kashf qilganda bu hozirgi Xitoyda katta afsusi hisoblanadi. Chunki Xitoy bundan o'sha Kolumb Amerikaga borishidan 2-3 asr avval Kolumb o'sha Amerikaga ketgan kemadan 5-6 barobar katta kemani yasagan. Dengiz kemasini yasagan. Zhang He degan general bo'lgan. U general suv yo'llari orqali yangi olamlarga savdo-sotiq masalalarini qurishni niyat qilgan. Lekin u general o'lgandan keyin Xitoyda bu proyekti loyihasi orqaga cheklangan. Xitoy o'shandan boshlab o'zini o'zi faqat bekitishni boshlagan. Faqat o'zimizni yer ichida yashaymiz, dengizga chiqmaymiz degan. Va bu narsa hozirgi Xitoy hukumatini afsuslantiradigan narsasi, chunki o'sha voqea agar yuz bermaganda Amerikani biz hozir balki Amerika emas, birorta Xitoycha talaffuzda talaffuz qilgan bo'lardik, balki o'sha Amerikada xitoyliklar ko'proq yashagan bo'lardi va o'sha hozirgi olamda Xitoyda o'rni kattaroq bo'lardi degan afsus bor Xitoyliklarda, chuqur afsus bor. Va shu ishni qilmaganliklari uchun Xitoy ikkita Afyun urushini o'tkazdi. Undan keyin o'sha ko'plab Yevropa tomonidan yoki Yaponiya tomonidan ko'proq bosimga uchradi,
talandi deb olsak bo'ladi. Va shuning uchun Xitoy o'zi alohida bo'lib turib ham shu katta kosmik proyektlarni amalga oshiryapti. Va bularni ko'rgan holatda mana o'sha Koreyadagi o'sha bitta professorimiz aytardi, bu hozirgi bizni yashayotgan davrimiz o'sha buyuk ko'chish davri bilan taqqoslasak bo'ladi. Kosmosga ko'chish. Agar shu vaqtda biz agar orqaga chekinsak yoki biroz sekinlashsak, sustlashsak, biz kelajakda yana kimdirdi vassaliga yoki quliga aylanib qolishimiz mumkin. Shuning uchun biz to'xtamasligimiz kerak. Ozgina bo'lsa ham harakat qilishimiz kerak. Ozgina bo'lsa ham g'ish qo'yishimiz kerak kelajagimiz uchun. Va shu ishimiz uchun bizdan kelajak rozi bo'ladi yoki kelajak bizdan yaxshiroq yashaydi degan fikr bildirardi. Men ham xuddi shu narsani ilgari surardim. O'zbekiston ham, o'zbeklar ham shu narsadan to'xtamaslik kerak. Ya'ni yoshlarga endi buni tushuntirish qanday deydi? Vaqt ketadi. Har tomonlama tushuntirish kerak. Avval kattalarga astronomiya shunchaki yulduzni ko'rish emas, bu kelajak. Yulduzni ko'rish to'g'ri o'tmish, lekin uni o'rganishimiz maqsadi kelajak degan narsalarni tushuntirishimiz kerak. Endi bunga endi ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Inshaalloh men umid qilaman kelajakda bo'ladi bu narsalar. Shunaqa. Inshaalloh. Ya'ni boya demoqchiki, Kolumbni boyagi o'sha Amerikani topib borishi, o'sha kashf qilishdagi asosiy sabablardan bittasi boyagi o'sha yulduzlarga qarab o'zi Hindistonni qidirib ketayotgan edi yoki adashib qolgan, o'sha yulduzni yoki yaxshi ko'rmaganligi uchun topmagan. O'sha astronomiyaga bog'liq bo'lganda asosiy narsa edi, to'g'rimi? Chunki aynan o'sha paytda faqatgina yulduzlarga qarab marshrut to'g'ri topilgan. Marshrut hozirgi hisobda navigator vazifasini o'tagan yulduzlar. Endi bu haqida ham birozdan keyin vaqtimiz bo'lsa gapiraveraman. O'zi shu savolga ham o'tsak bo'lar ekan, shu kelibdi, ya'ni yulduzlar turkumlari va burchlari haqida, ya'ni o'sha asosiy narsa o'sha haqida ozgina ma'lumot bersangiz, burchlar degan narsalar bor, ko'p eshitamiz narsalar. Nimaga bog'liq, nimadan kelib chiqqan, nima foydasi bor? Endi agar burchlardan boshlaydigan bo'lsak, burchlar hech qanaqa astronomiya ilmiy asosi yo'q aslida. Chunki ilmiy asosdan juda yiroq. Bu narsa o'tmishga borib taqaladi. Qadimgi Mesopotamiyada, shu Bobil, Mesopotamiya o'lkalarida odamlar tunda osmonlarga qarasa yulduzlar ko'rinyapti. Nima uchun bular bor? Keyin vaqt o'tgan, 10 yillab o'tgan, 100 yillab vaqt o'tgan, qarasa yulduzlar nimanidir anglatyapti-da. Nimadir boshqacha. Keyin o'rganishni boshlashgan ular. Balki bunda bir siri bordir. Endi o'sha paytda ko'p xudoliklar bo'lgan. Bu narsalar ham tan aytishimiz kerak. Ko'p xudoliklar bo'lgan va bir xillar, misol Quyoshni xudo deb bilgan. Qarasa Quyosh xudosi faqat tunda kunduzi bo'lar ekan, tunda bo'lmas ekan. Demak, men yulduzni xudo deb bilaman degan, yulduzni xudo deb o'ziga olgan. Qarasa yulduz ham kunduz bo'lmayapti. Bunda foyda yo'q-ku bularni xudo qilishdan. Kelinglar bo'lmasa bularni shunchaki o'zimizga ramz qilib olamiz. Balki o'sha quyosh o'tib ketayotgan ularda qadimda quyosh haqiqatan qandaydir bir katta iloh hisoblanganda quyosh o'tadigan chiziqni belgilashgan. Qarasa quyosh bitta liniya bo'yicha ketyapti. Doimiy bitta liniya. Keyin tunda qarasa o'sha liniya bo'yicha bir xil yulduzlar o'tib ketyapti. Demak, bunda bir sir bor. Demak, shu quyosh liniyasi bo'yicha ketayotgan yulduzlarda qanaqadir insonlarga foydasi yoki zarari bo'ladi. Kelinglar biz shu yulduzlardan o'zimizga qanaqadir himoyachi yasab olaylik deydi. Va himoyachi yasash o'rnida shu yulduzlarni hisoblab ko'rishadi. Yulduz turkumlarini hosil qilishadi. Endi yulduz turkumlari yaratilishi ham biroz haligi har xil miflar bor. Qadimda o'sha Mesopotamiyada, o'sha Bobilda odamlar tunda qiladigan ishi yo'q, qo'ylarni o'sha qo'riqlash kerak bo'rilardan va shu davr paytida
qo'ylarni qo'riqlash davomida endi uxlab qolmasligi uchun sheriklari bilan qara yulduzda manaqa shakl bor ekan. Mana yulduzda 4 ta yulduz ko'rinyapti. Mana shuni bitta chiziqqa tortib ko'rsak, qo'y shakliga kelar ekan. Demak, mana qo'y shakli. Mana uni qara, mana buqa shakliga kelyapti. Demak, bu buqa yulduzi. Mana qanaqadir bir hayvonni eslatyapti. Bu balki kuchuk yulduzi. Shunaqa shaklda ular hayvonlar shaklidagi yulduz turkumlarni qilishgan. Keyin o'sha yulduz turkumlari ayrimlari quyosh o'tadigan liniyadan ketib qolgan. Keyin o'sha liniyalardan o'tayotganda, demak, quyosh qanaqadir bir ilohki, bu yulduz turkumlari o'shani orqasidan ketyapti. Demak, o'shalardan biz tug'ilgan kunimizda shu yulduzlardan o'zimizga bir himoyachi yasasak qanday bo'lar ekan deganda, chaqaloq tug'iladi. Chaqaloq tug'ilsa, kunduzgi soat 12larda, ya'ni quyosh boshimiz ustiga ko'tarilganda, ana shu yerda quyoshning orqasida turgan yulduz turkumini kelinglar o'zimizga burch sifatida, himoyachi sifatida belgilaymiz. Ya'ni shu yangi tug'ilgan farzand uchun deydi. Va shu shakl orqali burchlar paydo bo'ladi va quyoshning liniyasidan o'tayotgan yulduz turkumlarini sanab ko'rsa 12 ta chiqqan. 12 ta yulduz turkumini liniyasidan quyosh chizig'i o'tgan. Va shu orqali burchlar shakllangan va burchlar bo'yicha odamlarda xarakterlarini o'ylab ko'rishgan. Mana bu yulduz turkumida, mana bu burchda tug'ilgan odam manaqa xarakteri bor ekan. Mana bu turkumda tug'ilgan odamda manaqa xarakteri bor ekan. Demak, bu haqiqatan ilohiy kuch ekan. Degan, ularda endi hech qanaqa ilmiy nima yo'q, bilim yo'q. Bu faqat o'sha oydan, osmondan ko'radi, yerdagi o'zlarining fikrlari va shu orqali ular burchlarni shakllantirgan. Va bular bizga asos bo'lgan o'sha burchlarni shakllantirgan bo'lsa, keyin bu bilimlar sekin-sekin endi o'sha paytda odamlar hozirgidek o'sha globalizatsiya bo'lgan o'sha paytda ham savdo yo'llari orqali bu hikoyalar borgan. Endi o'sha paytda ham storytelling qilish qobiliyatlari kuchli bo'lgan odamlar bo'lgan. O'sha paytda endi olib qarasak, bizda hozir videolar orqali hammani ko'rishimiz mumkin. Reelslar, Instagram yoki YouTube yoki Netflix orqali kinolar ko'rishimiz orqali yoki kitoblar orqali bilim olamiz. Endi u paytda tabiiy insonlar bo'lgan o'sha rol o'ynab beradigan. Va o'sha rol o'ynash davomida hikoya qilib beradi. Va hikoyalarni hamma eshitgan. Bugun misol BTS konserti bor deymiz-ku, misol Koreyada yoki bugun bitta qaysidir Yulduz Usmonovani konserti bor, borib ko'rishimiz kerak. Baytdan Mesopotamiyadan Misrga bugun mana odam kelyapti va u mana shuncha hikoyalarni biladi. Demak, o'sha hikoyalarni tinglashga chiqishimiz kerak deb chiqishgan. Odamlar, xalq eshitgan o'shani. Va o'sha millatdan o'sha avvalgi davrlarda Mesopotamiyadagi olimlar Misrga olib borgan bu o'sha astronomik bilimlarini ertaklar sifatida. Bu hech qanaqa hali ilmiy haqiqat yo'q, hattoki burch bo'lsa ham ilmiy haqiqat yo'q. Misrga olib borgan. Misrdagilar ham bundan zavqlanishib, o'zlari bilim sifatida olib yurgan o'sha yulduzlar haqidagi ma'lumotlarni qo'shishgan, aralashtirishgan, yangi bilim paydo bo'lgan. Qarasam, bu narsani Yunon va yunonliklar ko'ryapti. Degan. Bu Misr tomonlarida, Mesopotamiya tomonida ajoyib hikoyalar bor ekan. Qani bularni olib ko'raylik deb olib kelishgan o'zlariga. Eshitsa, nimaga ular o'zlarini hayvonlari, qo'ylarini osmonga ko'tarishdi-yu, biz o'zimiz ilohlarimiz. Endi nimada Yunonlarda o'sha mifologiyasi, hatto o'sha Zeus yoki dunyo yaralish haqidagi o'sha titanlar davri, o'sha kaoslar haqidagi fikrlar o'sha millatdan avvalgi 2000, 3000, 4000 yillar oldinga borib taqaladi. Endi qarasa, ular Yunon olimlari kelinglar, bularni biz o'zimiz mifologiyadagi qahramonlarning nomi bilan atashni boshlaymiz degan. Bu zo'r mavzu-ku degan. Qarasa, osmonda 3 ta belbog'i bor, qo'llari bor, qarasa kamon ushlab turgan, halqani ushlab turgan, bolg'ani ushlab turgan shakl ko'ryapti. Bu aniq o'sha nima deydi, ovchi hisoblangan juda ham
bo'yi baland, katta odam shaklidagi ovchi. Bu demak Orion deb nom beramiz bunga degan. Qarasa uni pastida hayvonlar ko'rinyapti. Demak bu bitta shu Orion shu ovchi yetaklab yuradigan kuchuk deb nom beramiz. Qarasa kuchuk faqat bitta. Buni bitta kattaroqqa o'xshaydi. Katta kuchuk deb nom beramiz. Tepasini qarasa yana bitta ikkita yulduz turibdi. Demak bu kichik yulduz kuchuk bo'ladi. Shunaqa nom bergan. Keyin tepada qarasa ikkita yulduz ko'rinyapti. Yonma-yon turibdi. Bu o'sha biri Xudoni qoni bilan tug'ilgan, biri bo'lsa inson qoni bilan tug'ilgan aka-uka egizaklar-ku. Keyin shuni egizaklar nomi bilan ataymiz. Keyin tepada qarasa 5 ta burchakli yulduz turibdi. Demak 5 ta burchak. Buni balki o'sha oyog'i ishlamagan poshshoni o'g'li va u shu oyog'i ishlamagani uchun aravachani yasagan. O'zbek tilida nima bo'ladi? Aravacha, o'sha otliq arava. Shuni yasagan odam-ku. Demak, shuni nomi bilan beramiz. Qarasa pastda turibdi, bitta shu shoxlik yulduz turkumi shoxga o'xshab turibdi. Y shaklida. Keyin buni deymiz, Orion o'ldirmoqchi bo'lgan, o'sha aravakash yoqtirmaydigan buqa nomini aytamiz buni. Buqa nomini aytish. Qarasak osmonda o'sha tayyor nima bo'lgan? Ertaklar uchun tayyor nima deydi? Shablon paydo bo'lgan. Shu ertaklarda yulduzlarga qarab turib, bolalariga o'rgatishgan, ertaklarni aytishni boshlashgan. Va bu bitta joyda bo'lsa, keyingi faslda boshqacha yulduzlar ko'rinadi va bu boshqacha yulduzlarga ham atayin o'sha o'zlarining hikoyalarini qo'shishgan. Va shu shaklda hozir bizgacha yetib kelgan yulduz turkumlari nomlari shakllangan. Endi bu yulduz turkumlarini shakllanishi, bu narsalar hech qanaqa katta ilmiy nimasi yo'q. Nima deydi? Ahamiyati desak, pastga urib olgan bo'lamiz, nima yo'q. Asosi yo'q. Ilmiy asosi yo'q. Lekin foydalaniladi. Ilm fanda ham foydalaniladi va bu ko'proq o'sha yoshlarni bu sohaga qiziqtirishga ishlatiladi. Endi bu yulduzlarni o'sha odamlar shu shaklda o'sha yulduz turkumlari orqali o'zlarining hikoyalarini to'qib yoki boshqa narsalar qilgan bo'lsa, keyin bir paytlar paydo bo'ldiki, olamlar o'sha Yunon Rimdagi o'sha xudolar yaratgandek, xudolar aytgandek olam yaralmagan. Xudo yerda o'sha Gaya o'sha yerda nimasi emas, yerda nimasi nima deydi? Yaratgan odam emas yoki Zeus osmondan chaqmoq urib turadigan nima emas, mavjudot emas, balki buni ilmiy taraflari bordir. Bu yulduzlarda ham o'zi sabablari bordir deb miloddan avvalgi o'sha 2-3 asrda, 4 miloddan avvalgi 3-4 asrlardan boshlab shu Yunon olimlari bunga ilmiy asos qidirishni boshlagan. Ya'ni tabiat qonunlarini o'rganishni boshlashgan. Va shundan boshlab bu ilm fan shakliga o'tgan. Ya'ni filosofiya faniga o'tgan, falsafa faniga o'tgan. Bu ham keyinchalik bizga yetib kelgan. Ya'ni bizga yetib kelgan deganda arab dunyosiga o'tgan va bu orqali biz ham shakllanganmiz. Shunaqa. Endi masalan davom etsak, ya'ni musulmon olamidagi boyagi olimlarning astronomiyaga qilgan katta izlanishlari qanchalik bu sohani rivojlanishiga hissa qo'ygan. Biz ozgina bilamiz, tushunchani, boshlang'ich tushunchani bilamiz boyaga, lekin sal shuni chuqurroq, yanada ko'proq anglatish uchun bir o'zidan eshitsak. Endi har bitta sivilizatsiyani o'zini yakuni bo'ladi-da. Misol o'sha Mesopotamiya yoki Yunon, Misr sivilizatsiyalari yakunlanishi davrida o'zini merosini o'zidan yangi o'sib kelayotgan sivilizatsiyaga tortiq qilganda, o'sha Mesopotamiya, Misr, undan keyin Yunonistonga o'tgan, Rimga o'tgan va undan keyin o'sha bilimlarni biz musulmonlar olishni boshlagan. Arablar yoki musulmon forslar o'sha davr uchun hozirgi holatda olib qarasak juda tolerant bo'lishgan ilm fan sohasida. Ular olishgan, o'sha miflarni ham o'rganishgan, bolalarga ham o'rgatishgan kerak bo'lsa, miflarni olib o'zlarining tiliga tarjima qilishgan. Olib qarasak, hozirgi ingliz tili darajasidagi til bo'lgan arab tili o'sha payt uchun. Va bu narsalarda shunchaki o'rganishmagan, bunda balki ilmiy asoslar bordir, tabiat qonunlari bordir degan fikrlarni bildirishgan. Endi
bir nima bor edi. O'sha arablar bu narsalarni olib kelayotgan paytida Horun ar-Rashid Bag'dodda Umaviylar adashmasam yoki Horun ar-Rashid shunaqa tizim qilganki, Bag'dodda akademiya ochgan paytida o'zini tizimini shunday qilganki, barcha din va millat vakillari shu yerda biz hozirgi mutafakkirlari bemalol kelib ishlashi mumkin. Bu yerda faqat ilmiy bahslar ketadi, diniy bahs ketmaydi. Hammani o'zini diniy haqiqati bor. Bu u o'zi uchun albatta o'sha akademiyada faqat ilmiy haqiqatlar haqida bahs qilamiz degan qonuni bo'lgan. Va shu narsa Bag'dodda o'sha ilm dunyosini poydevor bo'lishiga sabab bo'lgan. Endi musulmon olimlarda ko'pchiligi misol biz Forsiy olim Umar Hayyomni aytamiz, shoir sifatida bilamiz. U Umar Hayyom aslida endi o'sha davr uchun bitta sohani egasi bo'lish qiyin bo'lgan. Ko'p sohani egasi bo'lgan. Umar Hayyom ham astronom bo'lgan, yulduzlarni o'rgangan hatto. Musulmon olimlarni yulduzlarni o'rganishini sabablaridan bittasi ham bizni dinimizga borib taqaladi. Biz namoz o'qisak, bizni yo'nalishimiz bor. Makka o'sha Ka'baga qarab yo'nalish olamiz va ularda savol tug'ilgan. Musulmon dunyosi kengayapti, qarasa o'sha O'rta Osiyoga borib ketyapti. Bu yoqda o'sha Mag'rib tomonlari, o'sha Afrikaning chekka joylariga, Yevropaga qarab ketyapti. Qarasa bular Makkani qanday o'lchab olinadi? Va bu narsaga yulduzlarni yoki quyoshni nurlari, quyoshda tushiradigan soyalari ko'proq turtki bergan va shu narsalarning hisobiga musulmonlar ko'proq matematika sohasiga, fizika sohasiga, ya'ni shu payt uchun tabiat sohasiga ko'proq qiziqish bildirishgan. Yana bizda ko'pchilik uncha unutib borgan, ko'pchilik aytmaydi ham, lekin dunyo miqyosida olib qaraladigan bo'lsa, hozirgi shakldagi birinchi universitet ko'rinishidagi ta'lim muassasasi ham musulmon olimlari tomonidan tatbiq qilingan va bu o'shalardan bitta asoschilardan bittasi ayol kishi bo'lgan. Hozir ismlari uncha esimga ketmadi. O'sha u olima ayol ham astronomiya sohasida hissa qilgan va usturlobda o'sha paytda sextant deyiladi. Yunon olimlari qo'llagan yulduzlarni qiyaliklari, uzunliklarini, shu masofasini o'lchash asbobini shu olima ayol shakllantirib, nima deydi, yanada takomillashtirgan. Bu ham katta bir hissasi bo'lgan. Hatto biz o'sha Al-Beruniyni olib aytadigan bo'lsak, o'sha Al-Beruniy ham yerda shaklini, dumaloqlik shaklini nisbatan xatolik bilan bo'lsa ham o'zini davri uchun hisob-kitoblarni yaxshi nima qilgan, hisoblagan. O'zidan oldingi olimlarga nisbatan, o'sha Eratosthenes olimi bor Yunon, unga nisbatan yaxshiroq hisob-kitobini qilgan. Va yana olib qarasak, musulmon olimlarini astronomiyaga qo'shgan hissasini shunchaki yulduzlarning nomidan ham bilsak bo'ladi. Yulduzlarning nomida qaysinisida agar al qo'shimchasi bo'lsa, demak shu olimlar, musulmon olimlari bu ismlarni qo'ygan. Boya aytganimizdek, Yunonistonda yulduz turkumlari nomlari qo'yildi, o'zlarini xudo o'sha mifologiyasidagi qahramonlar nomi bilan. Hali yulduzlarga nom berishga o'tilmadi unchalik. Endi bu bilimlarni musulmon olimlar oldida bo'sh turibdi. Biz shunga nom ham berib ko'raylikchi degan. Misol, buqa yulduz turkumidagi eng yorqin yulduz Aldebaran deb nom berilgan. Chaqnovchi menimcha nimasi nomi. Yana Sirius, Ashiro yorqin degan nomni anglatadi. Yana bir Komeysa degan yulduz bor. O'sha kichik yulduz turkumida, kichik yulduz turkumida joylashgan. Komeysa ham nima arab tilidan tarjima qilinadigan bo'lsa,
xafakash bir ayol nomini keltirib chiqaradi. Ya'ni yulduz turkumlarni o'zi yoki yulduz turkumlaridagi yulduzlarni nomini olib qarasak ham juda ko'pi asosan shu 60-70% arabcha ismlar bilan berilgan. Va buni o'zini ham bildiradiki, demak, musulmonlar o'sha astronomiyani yangi bosqichga olib chiqqan. Ya'ni yulduz turkumlarini shakllantirish Mesopotamiya, Misrda yulduz turkumlariga, balki yulduz turkumini shaklini keltiramiz, yulduzlarga shakl beramiz degan bilim paydo bo'lgan bo'lsa, bu bilimni olib borishgan Yunonlar bunga ko'proq nomlarni berishni boshlagan, ko'proq yulduz turkumlarini shakllantirishgan. U narsani musulmon olami o'zlariga olib kelib, ularga ko'proq yulduzlarga e'tibor bering, ya'ni deeproq, chuqurroq kirish boshlangan bu narsalarga. Va shu shaklda musulmon olimlarning hissasi ko'proq bo'lgan. Afsuski, o'sha Golden Age paytida va o'sha 13-14-asrdan boshlab biroz nima deydi, chuqurlashib ketish diniy masalada yoki g'uluvga ketish deb olsak bo'ladimi, dindan qochish boshlangan. Hatto o'sha Mirzo Ulug'bek romani bor, o'sha romanda ham aytiladi, observatoriyani, Ulug'bek observatoriyasini shaytonlarning uyi deb nom berishgan va shuning uchun ko'proq uni qayta tiklanishiga ham qarshilik qilingan Alisher Navoiy davrida. Alisher Navoiyni ham olib qarasak, yulduzlarga ko'proq e'tibor bergan. Uni ham asrlarda yulduzlar bor. Zuhro yulduzi deb aytamiz. Bu yulduzlar bor. Ajoyib nomi berilgan. Musulmon olimlarning hissalari juda ko'p. Faqat biz buni nima deydi, qayta ularni ochib yetkazishimiz kerak, dunyo olimlariga ko'rsatishimiz kerak. Yo'q, biz musulmonlar bitta shu tamg'a bilan yashashimiz kerak emas. Biz musulmonlarda ko'pgina ishimiz bor va bu narsani qilganmiz. Kerak bo'lsa hozir ham qilamiz degan signalni endi berishimiz kerak biz, xudo xolasa. Shunaqa. Juda Mesopotamiyadan boshlab hozirgi o'sha Golden Age, ya'ni 14-15-asrgacha bo'lgan narsalarni zo'r tushuntirib berdingiz. Endi o'zim shuni davom ettirsak, ya'ni hozirda musulmon olamida qanaqa yangiliklar qilinyapti astronomiyaga taalluqli va O'zbekistonda nima ishlar borilyapti oxirgi yillarda va keyin boyagi kosmos poygasi qanaqa ketyapti va nimaga bunchalik bo'lyapti? Bizda musulmon olimlarda hozirgi kunda ham bor o'zgarishlar, yangiliklar bor. Hatto adashmasam malayziyalik astronavt kosmosga birinchi uchgan mancha musulmon bo'lishi kerak. O'sha musulmonga savol berilgan, kosmosda qanday namoz o'qiladi? Insonlar Ka'baga qarab nima qiladi, sajda qiladi. Kosmosda qanday bo'ladi? U olimlar, o'sha islom olimlari bilan suhbat qurganda, bizni Ka'bamiz qayerda? Yerda joylashgan. Kosmosda yer qayerda? Kosmosda yer o'sha nima deydi, o'sha kosmik kema yo'nalish tomonda. Demak, o'sha yo'nalish tomonga, yerga qarab sajda qilishing mumkin. Ya'ni islom hech qachon o'sha nima deydi, ko'p men aytkim keladi, ko'pincha islom hech qanday taqiq qo'ymaydi. Ko'p narsa yo'nalishlari bor, hamma yo'li bor. Endi musulmon olimlarni qanday o'zgarishlar, ya'ni hozirgi kunda astronomiyada hissalari deydigan bo'lsak, biroz kech bo'lsa ham biz ham qo'shildik bu poygaga, bu ishlarga astronomiya sohasida. Hozirgi kunda o'sha Birlashgan Arab Amirliklari NASA bilan, ESA bilan, o'sha Yevropa tashkiloti bilan hamkorlikda ko'plab sun'iy yo'ldoshlar uchiradi. O'zlarining astronomlari bor. Yoki bo'lmasam Saudiya Arabistonida ham bu sohaga ko'p mablag' ajratiladi. Turkiya o'zini sun'iy yo'ldoshiga ega bo'lishga, manimcha Turkiyaning o'zining sun'iy yo'ldoshlari bor va Markaziy Osiyo, O'zbekiston, bu ham Turkiy mamlakatlar, Turkiy davlat tashkilotlari bilan birgalikda sun'iy yo'ldoshlar uchirish yoki Markaziy Osiyoning o'zini sun'iy yo'ldoshini uchirish haqida fikrlar ketyapti. Va O'zbekiston, men bir narsa bilmayman, bu tasodifmi yoki nima, men Koreyaga o'qishga, shu astronomiya sohasida o'qishga kelganimga, Koreyaga kelganimda 18-yilda kelganman, 2018-yilda. Men Koreyaga kelganman, bir 3-4 oy o'tgandan keyin O'zbekistonda qonun chiqarilgan. 2018-yilda O'zbekiston kosmos agentligi tashkil topish bo'yicha 18-yilda qaror chiqarilgan va tashkilot 2019-yilda o'z faoliyatini boshlagan.
qandaydir bir nima deydi, o'xshashlik va yaqinda o'sha kosmos tashkilotini Koreya o'sha elchixonasida suhbatiga ham borgandim, gaplashib ularni fikrlarini bilgandim. Bizni hozirgi asosiy e'tibori O'zbekiston o'sha kosmosda asosiy e'tibori nima deydi, texnika sohasiga ko'proq e'tibor berilyapti. Ya'ni ko'proq sun'iy yo'ldosh uchirish va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlardan ko'proq foydalanish. Bu juda yaxshi. Bu foydali soha. Agar biz sun'iy yo'ldoshda yaxshi yaratadigan, yaxshi ishlab chiqaradigan texnologiyaga ega bo'lib olsak, biz yaxshigina pul ishlashimiz mumkin. Bu juda yaxshi ish. Hozirgi kunda misol Koreya yoki Yaponiya bu soha uchun ham ancha foyda oladi. Ya'ni texnika sohasi ayni damda yaxshi pul keltiradigan soha. Bu kerak. Bu soha bo'yicha O'zbek kosmos tashkilotini men doimiy nisbatan kuzatib boraman. Ko'p ishlarni amalga oshirishadi, ko'p nimalar olib borishadi. Endi biz ilm fan sohasiga o'tadigan bo'lsak, mani o'zimning sohamga yaqinroq yo'nalish deylik. Ilm fan sohasida o'zbek olimlari ancha kuchli. Dunyoda katta professorlar hisoblanadi. O'zbekiston o'zi Sovet davlati nima deydi, gumanitar fanlardan qoloq, lekin ilmiy fanlardan o'ta yuqori hisoblanadi. Bilamiz, manimcha Buxoro fizika, matematika bo'yicha O'zbekistonda number 1 hisoblanardi. Buxoro maktabi deyiladi. Hozirda ham manimcha shunday bo'lsa kerak. O'zbekistonda ilm fan o'sha hatto astronomiya sohasida universitetlarda chuqur o'rgatilmas, lekin bu sohada ilmiy ishlar qilinishi juda ham yaxshi. O'zbekistonda tabiiy sharoiti ham ancha-muncha davlatlardan yaxshiki, O'zbekiston nisbatan quruq, namgarchilik kam va bu narsa yulduzlarni ko'rish, doimiy kuzatib borish uchun juda nima deydi, qulay sharoit hisoblanadi. Va O'zbekistonda o'sha Qashqadaryodagi shu hozir nomi esimga kelmayapti, observatoriya bor. Bu observatoriya dunyodagi 4ta, adashmasam 4ta, Amerika o'sha o'zi nimasida bitta, Ispaniyada bitta va Gavayi orollarida bitta va O'zbekiston o'sha Qashqadaryodagi, adashmasam Qashqadaryo, Samarqandmi degan. O'sha observatoriya orqali ko'plab ilmiy yangiliklar qilinadi va bu observatoriya yordamida biz hatto pul ham ishlaymiz. Ya'ni biz observatoriyani arendaga beramiz, ya'ni o'sha foydalanish uchun beramiz. Katta universitetlar, misol hatto bizni universitetlar ham, misol Koreyadagi universitetlar ham arendaga o'sha universitetda o'sha observatoriya ma'lumotlarini oladida o'zlarining ilmiy ishlari uchun foydalanishadi. Bu ham haligi nima deydi, ilm orqali yoki ilmiy texnologiya orqali pul topish hisoblanadi. Bu ham davlatga ancha-muncha foyda keltiradi, odamlarga foyda keltiradi. O'zbekistonda endigi qadamlari endi ko'proq yoshlarda yoki ko'proq sun'iy yo'ldoshlarda uchrash maqsadlari tomonga ketayotgani bu juda ham quvontiradigan yangilik deb bilaman men. O'zbekiston ham ancha yaxshi ketyapti. Hozirgi sharoiti uchun hisoblasak ancha yaxshi. Xudoga shukr. Xuddi aytganingizda boyagi eski paytda qurilgan boyagi institut bor edi. Yosh instituti Parkentda joylashgan. Parkentda. Dunyo bo'yicha ikkitagina bor, bittasi Fransiyada, bittasi O'zbekistonda deyilardi. Albatta. Endi kosmik boyagi kelajakda rejalar haqida ham ozgina bo'lsa aytib bersangiz, ya'ni qanday rejalar qilyapsiz? O'zbekiston qaytmoqchimisiz? Boyagi akademiya ochish rejalar bormi yoki boshqacha yo'nalishmi? Ha, endi O'zbekistonga qaytish hammada bo'lsa kerak. Endi qachondir inshaalloh qaytamiz, baribir tug'ilgan joyimiz. Baribir tug'ilgan joyimiz chiroyli bo'lishini xohlaymiz. Hamma uyini chiroyli qilishga intiladi-ku. O'shanda menda ham niyat bor. O'zbekistonda qachondir rejalar bor. Qaytib
observatoriya yoki bolalar akademiyasini ochish va bu akademiya orqali yoshlarga astronomiyani ko'proq o'rgatishni niyat qilib qo'yganman. Inshaalloh nasib qilsa, o'sha hozirgi ishlayotgan tashkilotimizdagi asoschisini aytgan edik, mana ham nasib qilsa inshaalloh o'zbek yoshlari Saturnni halqasini o'z ko'zi bilan ko'rmagunigacha o'z faoliyatimni davom ettiraman degan umiddaman. Inshaalloh. Nasib. Hozir tavsiya beradiganlaringiz bormi? Masalan, O'zbekistondagi ishlab turgan yaxshi akademiyalar bormi aynan shu sohada? Yo'q. Endi xususiy ham yo'q. Nima deydi, shaxsiy insonlar bor. Instagramda ko'p ko'rib qolamiz. Ular o'zlari qiziqish uchun amateur deydi, qiziquvchi astronom akalarimiz bor. Yo'q, haqiqatan o'sha o'qituvchi domlalar bor. Ular hozirgi sharoitda, O'zbekiston sharoitida buni akademiya tarzida shakllantirish biroz qiyin. Xo'p, unda hozir mana bizni tinglab turganlarga yana bir foydali bo'lish uchun kichkina bir road map ko'rsatib bersak-da, ya'ni qanday qilib shu sohaga hozir O'zbekistonda turib yoki Koreyada qanday kirib kelsa bo'ladi? Tilni qanchalik bilish kerak? Qaysi universitetlar yaxshi Koreyada? Qanday o'sha o'qisa bo'ladi shu sohada? O'zim universitet tanlayotganimda nisbatan astronomiya sohasi endi bor universitetlarni qidirganman. Bu endi bari birinchi number 1 da turadigan Seoul National University, Seoul Milliy universiteti, Yonsei universiteti va KAIST hisoblanadi. Va undan tashqari Busandagi Kyongbuk, adashmasam, Kyongbuk universiteti, Sejong universiteti, mani universitetim Kyonghi universiteti va ko'p yana Chungnam universiteti ham bor. Milliy universitetida ham astronomiya sohasi bor. Deyarli 10 ta 15 ta universitet bor bu astronomiya sohasida ta'lim beradigan. Va men o'qigan universitet, endi maqtanish kerak universitetim haqida, Koreyada 3-universitet hisoblanadi. Kyonghi universiteti o'zini o'rniga ega, yaxshi universitet. Endi agar astronomiya sohasiga o'qishga kelish niyatidagi yoshlar bo'lsa, men qo'llab-quvvatlardim. Endi asosiy kerak bo'ladigan narsa bu albatta til. Ham koreys tilini bilish kerak. Iloji boricha 5 darajadan yuqori. Ingliz tilini ham IELTS 5,5 darajadan yuqori bilgani o'ziga foydasi bo'ladi. Lekin tilni o'zi hisob o'tmaydi. Ya'ni til bu shunchaki nima deydi, ovqat yeyishdagi qoshiq vazifasini bajarib beradigan narsa. Lekin ovqatni tayyorlash kerak. Uni tayyorlaydigan narsa bizdagi bilim yoki ya'ni uni qanday ovqatni yeyish haqidagi fikrlaydigan aql kerak. Ya'ni bu narsa endi astronomiya sohasida kelmoqchi bo'lganlarga tavsiya berardim, matematika va fizikani kamida yaxshiroq o'rganishlari kerak bo'ladi. Chunki o'zim shu sohalarda biroz qiynalganim uchun menda ancha pand bergan bu narsalar. Aha, tushunarli. Astronomiya o'qish uchun nimaga aynan Koreyani tanlagansiz? Nima kuchli jihatlari bor? To'g'risi, boshqa variant nisbatan kam bo'lgan. Ya'ni menda ingliz tili bo'lgani bilan o'sha paytda Koreyaga ketish, menda ham o'sha oddiy odamlar singari menda ham Koreyaga ketish nimasi kuchli bo'lgan. Nima deydi, xohishi kuchli bo'lgan. Va bu yerda qandaydir tinch joy sifatida o'zimga ko'rganman va haqiqatda shunaqa bo'lgan. Shu nima deydi, sharoit beriladigan nima deydi, erkinlik va foydali tomonlari bor. Ayni kontrakt masalasida yoki nima deydi, grantlar masalasida plus tomonlari bor Koreyada. Ha, o'sha masalan siz o'zingizni keysingizda qancha grant olib o'qigansiz? Ya'ni kontrakt to'lamadingiz yo grant olish imkoniyati bo'lganmi? Ha, men bakalavr sohasida o'qiyotganimda kontrakt faqat bitta semestrga nima olganman, ochiqni aytish kerak. Bitta semestrga grant olganman, qolgan semestrlarni o'zim to'laganman. Qimmat universitet,
pulini to'lab o'qish kerak. Shuning uchun agar ballar yaxshi bo'lsa, baho yaxshi chiqsa, grant olish imkoniyati bo'ladi. Agar yaxshiroq grant olish uchun kamida Topic 6 va IELTS dan 6-7 dan baland olib kelinsa, yanada yaxshiroq grant olishlari mumkin. Va magistratura sohasida ko'pincha universitetlar yaxshi grantlar beradi. Ayniqsa o'sha Kyunhee universitetida Presidential Scholarship bor. Bu chet elliklargagina beriladigan scholarship hisoblanadi. Siz bitta diplom ishini yozmaysiz va bitta diplom ish yozishdan tashqari bitta ilmiy maqola yozishingiz ham kerak. Bu sizni ilmiy karyerangiz uchun ham, kelajakdagi karyerangiz uchun ham ancha foyda bo'ladi. Va bu narsalar bilan universitet sizni nima deydi, 2 yil davomida, o'qishingiz davomida sizni grant bilan ta'minlaydi va o'qish davomida siz o'sha labda ishlasangiz, laboratoriyada ilmiy faoliyat olib borsangiz, laboratoriya ancha yaxshi haq to'laydi sizga. Ham o'qiysiz, ham nima deydi, 12 soat o'qiysiz, lekin shunga yarasha pul ham olasiz. Ya'ni oylik daromad ham qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yaxshi tomonlari. Shunaqa. Endi shu Koreyada ham bakalavr, ham magistratura где-то 6 yil universitetda o'qigan bo'lsangiz, hozir ham tavsiya berasizmi? Astronomiya yo'nalishida Koreyaga kelishdi yoki boshqa davlatlarda ham bormi? O'ylab o'sha ham harakat qilib qo'yinglar deb aytadigan. Koreyada agar katta universitetlarga kelinadigan bo'lsa, tavsiya qilaman. Ya'ni top universitetlarga kelinadigan bo'lsa, o'qishga kelishlarini tavsiya qilaman. Lekin agar ingliz tilida yoki boshqa nima deydi, sohalarda yaxshiroq nimasi bo'lsa, Yaponiyaga borishlarini ham tavsiya qilaman. Ya'ni koreysda bo'lmagan taqdirda demoqchiman. Yaponiyaga, Xitoyga ham borishlarini tavsiya qilaman. Xitoyda grantlar hozir juda bu sohalarga grantlar juda ko'p bo'ladi. Va Yevropa, Amerika imkoni bo'lsa, u yerlarga ham borishlarini tavsiya qilaman. Chunki imkoniyatlar yanada ko'payadi. Koreya qaysidir ma'noda tramplin vazifasini o'taydigan yaxshigina joy. Bu yer ham yaxshi universitetlarga kelinsa yaxshi. Tushunarli, Hojiakbar aka, juda zo'r suhbat bo'ldi. Rahmat kattakon, vaqtingizni ajratganingiz uchun. 1 soatdan oshib qoldi. Biz o'zimiz siz bilan yoshganimizda yarim soat yoki 40 daqiqa davomida qilsak degandik. Lekin zo'r savollar, zo'r javoblar bo'ldi. Rahmat. Nasib qilsa, mana shu Vayu Koreya ko'lamida siz bilan kollaboratsiya qilib tursak, balki astronomiya bo'yicha biron bir postlar qo'yib tushish yoki darsliklar sekin tashkil qilish, hammasini bir o'ylab kelishib qilib ko'rsak bo'lar ekan. Ishlaringizda, ilmiy faoliyatingizda omad. Xudo xolasa O'zbekistonda o'sha kosmos poygasida ham o'zini o'rniga ega bo'lishida hissa qo'shishingizni tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga, kattakon. Rahmat.